Assalomu alaykum negatiflar, uyg'onamiz. Bu akamiz o'zi ishlamagani yetmaganda yana nima deyapti? Mana shu yerlarga bosganda qo'li sinsin deyapti. Jon aka. Assalomu alaykum, Instagram qaydaman soyda bo'yda, xudo xolasa. Soyda bo'yda yashaymiz. Biz vasaka tashlamasdik deyiladi, xudo xolasa. Meni taniganlar juda yaxshi bo'ladi. Yoz ichib yedik. 5-yosh bo'lib mazaq cho'miladi. Sartaroshxona 20 ming so'm, yuvish 10 ming so'm, lekin akalar yurdirmaydi ichgan. Hammomizda mana shu kelishuvni so'radi yozdi kun. Yuvish tekin bo'lib qoladi aka. Короче, yugurishni davom ettiramiz. Maqsadimiz 10 million obunachi. Ham ozimiz, ham kontent bo'ladi, ham ishimizni qilamiz. Bir kunda 5 minut vaqtimiz ketadi. Bosamiz kelsin. Uyg'onamiz. O'zbekiston bitta akamiz yozibdi, o'zi yugurmagani yetmaganda nima qilsam yugurmay qo'yasiz debdi. Akajon, jonim akam, siz meni-chi to'xtata olmaysiz. Chunki 10 million bo'lish oson emas. Unga rezervani ichidan ber Instagramda. Oson emas, bosamiz, to'xtamayman. Bosamiz, padishga qilamiz. Assalomu alaykum, O'zbekiston, charchamayapsizlar? O'zbekiston. Padishkada bo'lasizlar, yurib, gapirishni trendga olib chiqamiz, xudo xolasa. Tirik odam bilan o'lik odamning farqi nimada bilasizlarmi, jigarlar? Tirik odam doim harakatda bo'ladi. O'lik odam bo'lsa, просто komment yozib o'tiradi. Duet olamiz. Padishka qilamiz, butun dunyoga chiqamiz, trendlarni yaratamiz. O'tirib aqlli gap eshitgandan foyda yo'q, harakatni boshlaymiz jigarlar. Xizmatdamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston, charchamayapsizlarmi? Yugurish trend qilamiz, 2026 trendlarni o'rnatamiz. Xudo xolasa poygani boshladik. Bitta bola ketyapti mana. Короче, O'zbekiston yugurish trend qilamiz. 2026 10 million obunachiga erishamiz, to'xtamaymiz, tinimsiz videoga olamiz. Bozorgacha yugurib boraman, xudo suv bola. Yomon qattiq shug'ullanar ekan. Ko'rgan odam kulyapti, lekin bitta maza qilgan joyim. Bugun bitta aka agar ko'rib turgan bo'lsangiz, komment yozib boring. Bitta rasmga tushaylik dedi. Shunaqa maza qildim akalar. Bugun dushanba. Andijon Jumadiyashida bozor. Bosamiz. Yugurish trend qilamiz. Itlarda trend qilmasdan yugurish trend qilamiz akalar. Padishkada bo'lasizlar. O'zbekiston trend qilamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston, uyg'onamiz. Bugun 19-yanvar, xudo xolasa yugurishni boshlaganimga 19 kun bo'ldi. Yugurib gapirishni trend qilamiz, xudo xolasa 2026 bizning yil bo'ladi. Asosiy murojaatim oxirida eshitib turasizlar akalar. Siyosiy va diniy mavzularda menga mavzular tashamanglar, fikrimni bilishga harakat qilmanglar. O'zbekistonda bunaqa narsalarga shug'ullanadigan asosiy mas'ullar bor. Xullas akalar, men sartaroshman. Meni maqsadim o'zim semirib ketganman, shu semirganim hisobiga yugurib gapirishni trend qilmoqchiman. Qaydagi itlarni, Sombeda Prista hamma trend qilyapti. Xullas kerakli narsani trend qilishni xohlaymiz akalar. Короче, 20 ming so'mdan oddiygina qishloqda sartaroshlik qilaman akalar. Shuni hisobga olasizlar. Jon akalar, menga tinchlik kerak. Hamma biladigan ish bilan shug'ullansak. Bugun bozor, chiqim boshladik, barber xizmatiga. Bosamiz, butun dunyo his qilsa, hammamiz bitta bo'lib trend olamiz. Trend olmasa bo'lmaydi. Katta blogerlar bu trend olmasa ko'paymaymiz, tugab ketamiz akalar. 14-kuni bitta bloger yozganiga 1 million prosmotr bo'ldi. Katta blogerlarga tashlaymiz, buni trend qilamiz akalar. Bosamiz aka. Kecha ustimdan kulayotgan, shok deyotgan odamlar video yo'mang deyotganlar, bugun men bilan rasmga tushadi. Shok. Tez yuguramiz akalar, like tarqatib qo'yamiz. Xudo xolasa 20 ming bo'lamiz yetarli. Assalomu alaykum jigarlar, xudo xolasa bittasini qochib ketyapti. Sochim to'xta. Ey pilla. Yugurib soch oling deganlarga yugurib soch olamiz. To'xta bilan. Balki. Akalar, mana ikkitasi bor endi. Qochib ketdi. Bak.